Muhriddin salom, yaxshimisiz? Mana bu yerda bizda mana analizim bo'yicha mana bu yerda mana bunaqa edi. Nazar qilsam ko'rinadi, qarang. Orqaga olaman. Mana bu oldingi analizim edi. Mana bu yerdan bayga ketish kerak edi, lekin impuls bilan buzib o'tdi. Bu yerda men mayda time frame'da bayga zilka qidirayotgan edim. Agar hozir mana shu hozirgi holati bizda agar yashil svecha tashqarida yopiladigan bo'lsa, diapazon ichiga kirmasa, yuqori ehtimol bilan biz pastki tomon ketamiz. Ya'ni diapazonning pastki qismiga ketamiz. Agar hozirgi yashil svecha ichkarida kirib yopilsa va biz bizning birinchi take profitimiz mana bu diapazonning ustki qismi bo'ladi. Ikkinchisi mana bu ustki qism bo'ladi. Mana bu katta diapazonning usti bo'ladi. Shuning uchun ayni damda ko'ramiz. Hozir juda yaxshi joyda turibdi bu. Bu mana shu variant hozir. Agar yana bir marta aytaman, agar yashil svecha ichkariga kirib yopilmasa, mana bu diapazonga, mayda diapazon ichiga va tashqarida yopilsa, yuqori ehtimol bilan pastga ketishimiz mumkin. Va yashil svechadan keyin albatta qizil svecha pastga yopilishi kerak. Agar yopilmasa qizil svecha, yashil svechadan keyin yana bitta yashil svecha ichkariga kirishi mumkin. U bu diapazongacha yoki keyingi diapazongacha kelish ehtimoli bor. Agar yashil svecha yopib, orqasidan qizil svecha pastga yopilsa, ichkariga kirmasdan, juda yuqori ehtimol bilan biz mana bu joyga kelamiz. Ya'ni $65,000 ga kelamiz. Ko'ramiz. Barchaga salom. Bizning mana bugun keyingi kun, ertasiga ertalab ochyapman. Analizimiz qanday ishladi? Kecha yakshanba kuni analiz qilgandik. Ertalabdan bizga syurpriz qilib o'tiribdi. Xo'p, endi keyingi nima? Keyingi manzilimiz Xudo xohlasa 60,100 ekan. 60,100. Mana bu minimumni oxirgi nimasi. Minimum mana bu diapazonning oxirgi minimumi 60,100 ga biz tushishimiz. Keyingi manzilimiz tushishimiz kerak. Yana ko'ramiz, u 100% emas. Agar biz ichkariga kirmasak va mana shu holatda hozir ichkariga kirmasak va biz tasdiqlanib tepaga harakatlanmasak, biz mana shu yashil svecha xuddi shunday yopilsa, ya'ni tashqarida yopilsa, biz yuqori ehtimol bilan dalishi 60,100 ga qarab yo'l olamiz.